Assalomu alaykum. Yuksalish Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Xudo xohlasa mana biz Andijon viloyatidan Andijon shahriga tonni bitta uyni noldan olganmiz. Shu uyni jihozlarini Xudo xohlasa topshiramiz uy egasiga. O'rnatish jarayonlari mana Xudo xohlasa ketyapti. Xudo xohlasa to'liq bitgan holatini ham inshaalloh sizlarga video qilamiz. Sizlar bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Assalomu alaykum. Yuksalish Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Xudo xohlasa mana bitta uyimizni to'liq holatda topshiramiz. Inshaalloh to'liq videolarni mana video davomligida ko'rib o'tirasizlar. Sizlardan bittadan like, podpiska, kommentariyada shirin so'z qoldiramiz. Assalomu alaykum. Yuksalish Uz kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, mana sizlarga bir xonadonni to'ldirdik. Yangiliklarimizni bir chekkadan tushuntirib o'tamiz. Sizlardan podpeskada bo'lib, like'ni ayamasdan, kommentariyalar ayamasdan qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar. Xo'p, Bahodirga charchamadinglarmi? Xudo xohlasa, juda chiroyli holatda mebellarni o'rnatibsizlar. Endi bir chekkadan boshlaysak, nimadan boshlaymiz? Peroshkadan kirishdan. Xo'p bo'ladi. Bu peroshkamiz. Endi buni razmeri va endi pulini qancha bo'lganligi, bo'yni balandligi, bu общий pulini aytasiz, bo'lmasa keyin to'liq holat. Bo'laveradi. Bu peroshkamizni eniga 1,5 metr qilib berdik, balandligiga 2,5 metr qilib berdik. O'tiradigan joylarni yumshoq qilib o'ziga xonadon egasiga qulayliklarini qilib berdik. Eshikdan kira olishga bo'libdi-da. Ha. Tepalari ham mana chiroyli holatda haligi bizdan qulayliklari bor. Qulayliklari bor, Xudo xohlasa. Mana nima qilmaydi, mana mayatga o'zim holatda mana Patilgalarni tersa bo'laveradi. Qo'yadigan joy qo'ydi. Sal balandroq gapirasiz. Sizlarni chiroyli holatda bergan qilib qo'yib berdik. Bu tomonga o'tadigan bo'lsa, oshxona mebelimiz bor. Xo'p, Kuxnani. oshxona mebel. 260 lik kuxnligimiz. Balandlik 2 yuqori joyga joylashtirib berdik. Mana bu yerga gazini qo'yib berganmiz. Vitishkalarni o'rnatib berdik. Ichlariga mana doimgidek foydalanadigan mustahkam qilib polkalarini qatirib berganmiz. Hop. 100% vakuum ishlab berganmiz. Chekkalariga keladigan bo'lsa, turetskiy plasmassa kirovka bo'lgan. Hop. Koreskiy kashtan akrilidan fasad qismini o'rab berganmiz. Hop, juda chiroyli holatda bo'ldi. Ishdoshasiga keladigan bo'lsa, rossiyskiy keder firmani Stirishisi. stajitsasidan qo'yib berganmiz. Mana bu yerga mo'ykamni joylashtirib berganmiz. Bu yerga esa mana sushulkalarimizni o'rnatib qo'yganmiz. O'rnatib qo'yilgan. Tepa qismiga yana ham bir ashshana yorug'lik berish uchun mana bu nima Plafon chiroqlarimizni ham o'rnatib qo'yganmiz chiroyli holatda. Juda chiroyli holatda. Taylarga e'tibor beradigan bo'lsak, chuqur qilib, polkalarni ham mustahkam qilib, qatirib, yuk ko'taradigan qilib, chiroyli holatda o'rnatib Kir mashinalar ham tayyorlanib ketdi. Kir mashinasini ham shu yerga joylab o'tkazganmiz. Juda chiroyli holatda. Xo'p, buni aytib o'tib ketasiz, 1 metrini necha puldan tayyorlanyapti shu holatda? Bunimizni Shunda. pagonometrini 2 million so'mdan tayyorlab beryapmiz. Mana shu 1 metrini 2 million so'mdan tayyorlab 1 beriladi. metriga 2 yuqori bo'lgan joygacha 2 million so'mdan tayyorlab o'rnatib. Xo'p, endi keyingisi. Keyin miyaki uyg'oqligimiz bor. Miyaki uyg'oqga ketdik. Butun uy to'liq holatda, Xudo xohlasa, mebellar ham joylashilgan holatda bo'ldi mana. Mashalloh. Bularni 3 metr qilib, chiroyli holatda pampers prujinali qilib, o'tiradigan joylarini ham 75 sm qilib keng holatda, yotganda ham, boshqaga ham don sharoitlik uchun qo'ylarni qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu yotgan holatda ham bo'laveradigan ekanda endi. Bu yotganda ham bemalol yotib, yotsa bo'laveradigan qulayliklari bor. Xon qo'ysa bo'ladi. 220 bo'lgan bu tomoni. Bunaqasiga 1.45 bo'lgan. Bemalol 2 kishi yotib. Yana foydalanadiganlarni qo'yib, joy holatda mehmonlarni kuzatib
bemalol 12 ta odam kuza oladi. Bittadan lashni bosib, xudo xolisa qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Jigarlar juda chiroyli holatda bir-biriga mos pampers burjinali deyapti. Xudo xolisa hamma yo'g'i yaxshi. Juda menga o'zimga ham yoqdi albatta, xudo xolisa. Hop, keyingimiz nima qilamiz? Spanni. Hop, Mana bu Spanni. xonaga chiroyli holatda mana Dom sharoitda juda chiroyli holatda Spanni bo'lgan. Spannimizni o'rnatib qo'yganmiz. Hop. Sizlarning kerakli bo'lsa tepa qismiga yostiq, haligini qadyorlarni bemalol joy bergan holatda 100% vakuum ishlab berganmiz. Pastga esa o'ziga foydalanadigan shkaflarni, polkalarni qo'yib qo'yganmiz. Juda chiroyli holatda bunga, xudo xolisa. Gap bo'lishini qilamiz. Maşallah, gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli holatda bo'libdi jigarlar. Hop. Общий mebelda xudo xolisa to'liq summasini kim bilmoqchi bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz to'g'ri topgan odamga xudo xolisa bitta nima bonus qilib beramiz? Bitta peroxoshka beraylikmi? To'liq summasini topgan odamga faqat chiroyli qilib birga bir qilib peroxoshka chiqarib beramiz. bitta do'stlar, agar polni summasini to'lig'ini topgan odamga mana xudo xolisa bitta mana shunaqa peroxoshka sovg'a qilamiz. Sizlar kuzatishda davom etinglar, xudo xolisa ko'rsatib o'tdik. Hamma yo'g'i juda chiroyli holatda. Xo'p, sizlardan qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like so'rab qolamiz va hamda podlista tugmasini bosib qolasizlar. Kimga shunaqa yana boshqa holatda mebellar kerak bo'lsa, ekran tagida albatta aloqa uchun telefon raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqishinglar mumkin. Xudo xohlasa, sizlarga yoqdi va manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi video chiqarguncha sog' salomat bo'lasizlar.